Hürmetli vatandaşlarımızı sildirimizi devamlaştırmız. Bugün çislağa 2019 yıl 12. ayının 13. günü haftiga cüme. Yukarılık şeyimizden devamı hürmetli vatandaş. Bu hal iqtisad köçke tayinib. Xalqaro siyosat xaritasini o'zgartirishga urinadigan xalqlar tap tortmay xaris qilishlarni ustal ustiga elib chiqdi. Amerika ko'rib turib ko'rmasligi selib ololmaydi. Agar siyosiy hukm o'yini bilan xaris e'lon qiladigan bo'lsang, iqtisodiy jihatda loqma talishadigan bo'lsang yoki geopolitik siyosat sohasida millatchilik qiladigan bo'lsang, Amerika faqat ko'ngliga selib qo'yib, sabr toqat qilaveradigan bo'lsa, Amerikani dushman chaqlash bu aqlga sig'maydigan ishdir. İkinci, Krimiya araladagi gepinak. Krimiya yerim aralı tarixda Rossiyaga mansub edi. Bu coğrafiya jihati Qora dengizdan o'tkilini egallab turadi. Sobiq Sovetlarning Qora dengiz piloti mushu yerda turadi. 1955-yili Sovetlar ma'muriy rayonlarga bo'linganda Ukraynaga bölüp berilgan. Krimiya Ukraynaga bölüp berilgan. Ukrayna mustaqil bo'lgandan keyin avtonom jumhuriyatga aylangan. Prezident Putin hokimiyat boshiga kelgandan keyin Krimiyadan qanday qaytarib kelishni o'ylab yurdi. 2014-yili 2-oyda Ukraynada o'zgarish bo'ldi. Rossiya parast Yanushevich amelden kaldırıldı. Garip biraz rehberler hakimiyet beşiği çıktı. Prezident Vladimir Putin bunu bahane kılıp Krimiyaga asker çıkarıp Rossiyaga koşup aldı. Vladimir Putin Rus milletçilerinin qo'llashiga erishdi, lekin G'arb dunyosining nazarida yalang'och tajovuzchiga aylandı. Amerika başçılığında G'arb dünyası Rossiyani iqtisodiy embargo qildi. Rossiyaning davlat sirtidagi mol mulkini to'ng'itib qolmasdan uning noqol energiya eksport qilishga tayinib qolgan toq liniyalik iqtisodi xalqaro embargo sababli o'lab tushdi. 2 trilyon bo'lib kelayotgan milliy daromad 1 trilyon 60 milyar dollarga tushib qoldi. 33% kamlab ketdi. Vaziyat jiddiylasha Prezident Vladimir Putinning o'qi qasri davrinib qoldi. Dal mushundaq vaqtda tarixiy xarakterlik nopozdoq ziyonkashlikka uchragan Rossiyaga Jungo Kompartiyasi so'g'oq qarab turmasdan tashabbuskorlik bilan Rossiyaga illiqlik yetkazdi. Bu tarixda yoziladigan Rossiya Jungo hamnipet savdosi kelishimi edi. 25 yil muhokama qilingan bu kelishim 27 milliard dollarlik savdo kelishimi edi. Jungo bir qatimda Rossiyaga 70 milliard dollar topshirdi. Bununla 365 milyon tonna ham nipet beradi. Sundurganda her bir baril ham nipet 107 Amerika dollarga to'g'ri keladi. Rossiyani 27 yil samratadi. Rossiya embargo qilingandan keyin Jungo taraf bu kelishimni davomli ijro qiladiganligini, hatto bir parcha bir baril ham nipet Xitoycha to'ngdaydiga bir baril ham nipet 29 dollarga tushib qolsa-mu, davomli yuqorqi kelishimni ijro qiladiganligini bildirdi Jungo hukumati.
mubalığa kılmayı sözlegendi mi? Cüngo'nun del vaxtida qon berip, qutquzib elişi bolmagan bolsa, Prezident Vladimir Putin G'arb dünyasının imborga qilishidan qachab qutulolmaydi. Va Rossiyanın tek durup yaşapla kalmay, Cüngo'dan obdan julup elip bay boldu. O Rossiya tek durup yaşapla kalmay, Cüngo'dan julup elip bay boldu. 70 milyar dollar şu çağda Rossiya milli daramıdının 5%'ine teşkil kılattı. Bu vakan nurgulluğun Cüngoluklarının nazarida belki Cüngo her bir barıl hamnipet qanchalik ziyan tartdı degan seviyede to'xtab qolgan bo'lishi mumkin. Amaliyat 27 milyar dollarni butun ziyan tartgandimi? Küçük ziyan hesaplanatdı. Ochiq aytganda bu ish Amerikaning dushmaniga qon berib, qo'llag'onliq bo'lib hesaplanatdi. Ondan keyin İran'ın arkasında turdu. Çavuşan'ın arkasında turdu. Venezuela'nın arkasında turdu. Amerika kimni embargo obyektı kılgan bolsa, Cüngo şu obyektlerin kaynida turdu, yardım berdi. Bugün Amerika'da Cüngo siyasetinin zor derecede özgürüşü, Krimiye ve Kepenek çıkan aşı günden başlanğan idi. Desek tuyuksuzluk his kılmayız. Amerika hiç kaçan seni düşman orna koymadı. Belki sen üzün işletip, aldığı çıkıp elip, üzün Amerika'nın düşmanıya aylandırdın halas. Çırak hoş geç kaldı geçiren vatandaşlar.